Salom do'stlar, bugun biz dasturlash haqida gaplashamiz. Qanday boshlash kerak? Qanday qilib professional dasturchiga aylanish mumkin? Keling, barchasini birgalikda o'rganamiz. Dasturlash bu kompyuteringizga vazifalarni bajarish uchun buyruqlarni berishdir. Hayotimizdagi ilovalar, o'yinlar va veb-saytlar bularning barchasi dasturlashning mehnati natijasi. Agar siz yangi bo'lsangiz, Python yoki JavaScript kabi oddiy va kuchli tillardan birini o'rganish tavsiya etiladi. Kichik kod yozish natijasini ko'rish bu ajoyib tajriba. Kod yozmasdan dasturchi bo'lish qiyin. Har kuni kamida biror kichik dastur yozib ko'ring. Kod yozish mashq kabi qancha ko'p qilinsa, shuncha yaxshi chiqadi. Real loyihalar ustida ishlash, GitHub profil yaratish va OpenSQL loyihalarida ishtirok etish sizga tajriba va yangi imkoniyatlarni olib keladi. Dasturlash bu nafaqat ish, balki san'at hamdir. Agar siz ham bu yo'lda rivojlanmoqchi bo'lsangiz, har kuni yangi narsalarni o'rganing va amaliyot qiling. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, bitta like bosishni unutmang.